2008-yilman, hali 18 ga ham kirmaganman. 5 oylik homlam bilan 20 kun oldin erim meni tashlab Rossiyaga ketib qoldi. 1,5 yil oldin sevishib turmush qurdim. 16 yoshimda turmushga chiqdim. Boshida hammasi yaxshi edi. Erim bilan juda ham baxtli yashardik. Lekin erim oxirgi paytlar juda ham o'zgarib qoldi. Bir kuni uyga ichib kelib, "Men seni juda ham qattiq yaxshi ko'raman, lekin buni oyim tushunmayaptilar" deb gapirib qoldi. Hech narsani tushunmadim. Lekin keyin o'ylab ko'rsam, qaynonam Rossiyada, o'sha yerda yashab, o'sha yerda ishlaydi. Hozir 5 oylik homiladorman. Erim 20 kun oldin menga aytmasdan Rossiyaga ketib qoldi. Menimcha qaynonam erimga telefon qilib, xotinini tashlab oldimga kelgan. Shu yoqda birga yashaymiz deb chaqirgan. Lekin erim xohlamasa ham qaynonamga yo'q demasdan ketib borgan. 20 kundan beri na telefon qiladi, na xabar oladi. Meni yaqin dugonamga telefon qilib, "Seni sevib qoldim, u bu" deb rosa gapiribdi. Hozir bilaman, aniq menga xiyonat qilyapti. Dugonalarim hammasi yozyapti. "Eriz menga yozdi, eriz menga telefon qilyapti" deb rosa gapirishyapti. Lekin men telefon qilsam ko'tarmayapti. SMS yozsam javob yozmayapti. Menimcha men bilan yashash niyati yo'q. Lekin javobimni ham bermayapti. Nima qilishni bilmay qoldim. 16 yoshda erga tegib, boshimga tushmagan kun qolmadi. Hozir nima qilishga ham hayronman. Bolamni dunyoga keltirsam, uni qanaqa qilib boqaman deb o'ylayapman. Meni ham hayotimni video qilib chiqaring. Menga ham odamlarning maslahati juda ham kerak deb yozib qoldiribdilar bir obunachim. Biza 16-17 yoshli hali erga tegmayapti, hali ular yosh deb o'ylasak ham, lekin kishi bilmas erga tegib farzandli bo'lganlar ham kam emas ekan. Bu holatga sizni fikringiz qanaqa? O'zingizni fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Agar siz bu hikoyaga ishonmasangiz, storiesga kiring. Storiesda yozilgan isbotlari bilan ko'rishingiz mumkin. Agar sizga ham shunaqa hayotiy hikoyalar yoqsa, like bosib, podpisatsiya bo'lib qo'ying.